Menga yoziladigan bir so'z haqida gapirmoqchiman. Seni ering Dayus. Erim avariya bo'lganda, komaga tushganda, hech narsasiz qolganimizda, uydan chiqmasdan ham bolalarimga, ham erimga qarab, qo'ltig'idan tutib, o'z blogimni yurg'izib, ayollarga oila buzilmasligi haqida, o'zini sevish haqida to'g'ri motivatsiya beradigan manman. Haligacha pul topsam ham, mashhur bo'layotgan bo'lsam ham, erimni hurmati boshimni ustida. Har bitta rilsimni qo'yishdan oldin erimga ko'rsatib, bo'ladi desa qo'yaman, bo'lmaydi onasi desa olib tashlaydigan manman. Imенно shu so'zni ering Dayus deb yozadiganlar Rossiyada chetda ishlaydigan, yo'q hayotda o'zini o'rnini topolmagan erkaklar. Sizlar xotininglarni uyga tashab ketib, 6 oy, 1 yillab ketasizlar, ana xotin sizlarni mehringlarga zor. Bolalar sizlarni ko'rishga intizor. O'shanda meni yonimda turib, ikkalamiz baravar yelkama-yelka erim bilan harakat qilayotgan meni erim Dayusmi, yo xotinini tashab ketgan sizlar Dayusmisizlar? Javob bering.